Ağan pulni vaqtida bermaslik hamda. Qazni vaqtida qaytarmaslik. Bu munoyati bugungi kunda hamda bir qism zodi iliqa qazdar bo'lib qolib qaytaray deysimi pul yo'q odamlar bor. Tabii yo'q emas. Lekin yana bir qism jo desa puli turibmi? Ay shu qaytarmayman qanday qilsam deb bular bu Turkiyada iliqa pulni asla qaytarmaydigan edemci qiyab olgan ekan bu. Shu boshqalardan ugunib bizning millatimizmi ashunda pulni qaytarmaydigan mushunda ahvol bor ekan. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam matlul g'ani zulm. Ya'ni o'zining qo'lda bor turib qarzni qaytarmaslik bu zulm qilish deb sökkan bir yomon illat hamda bu. Unda bo'lgandan keyin birga qarz bergan vaqtda chuqum buni vaqtini aniq qilib, manishlik vaqtda qaytaramiz deb hujjatlashib bunda qilish lozim. Sal qarab biraslar deb berib qo'yib, andan keyin sen birasil degan tanglar buni vaqtini biz belgilamagan to'q deb mana turib oldigan ish bor ekan. Bunda ishlarning oldini olish uchun chuqum guvochi pul muomala qilgan vaqtda vaqt hammasi aniq bo'lishi lozim. Ikkinchi joy desa, chuqum imkoniyati bor odamlar qo'lda bo'lsa, qaysi shaklda bo'lsa qarzni berish lozim. Qarz va odamninki sadaqa qilish durust emas, olimlar shunday deydilar odatda. Hacı ömrüge verişim to'g'ri emas. Hacı ömrüge barmay qarzni qaytarsa bo'ldi sizlar. Hacı ömrüge berishdan qarzni qaytarish muqaddam. Shuning uchun bu masalalarga sal qarmaslik lozim. Sal qarmay, chunki qarz bilan bu dunyodan ketish, hatto shahid bo'lib ketsami o odam eng afu qilinmaydigan ig'ir bir jinoyat hamda bu. Unda bo'lgandan keyin har qanday bir musulmon qarz olgan bo'lsa, insonlar biz ehtiyoj tushib turdi, qarz olgan ish bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bu qarz bergan odamni to'yg'izib, qarzni beramdigan degizmay, vaqtida qaytarishga ko'ngil bo'lish, tirishchanlik qilish bu zulm degan payg'ambarimiz shaklagan zolim degan sifatga kirib qolmaslikning yo'li vaqtida qaytarishga tirishchanlik qilish lozim.